Rasululloh bilmasdilar g'aybni. Folbin qayerdan bilsin? Biz o'ylagan eng hurmatli odamlar qayerdan bilsin? Payg'ambarlar bilmagan-ku g'aybni. Qora akalar, hoji akalar, domlalar, folbinlar kim bo'lishligidan qat'iy nazar biladigan odam yo'q. G'aybni bilaman deyaptimi? U demak folbin. U demak noto'g'ri odam u. Uni e'tiqodda adashgan odam. G'aybni bilmaydi hech kim. Duo qilishligi mumkin. Duo qilishligi mumkin. Alloh yaxshilik bersin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sehrlashdi. Rasululloh haqida yomon sifat gapirishlik mumkin emas u. Rasululloh o'zlarini ozgina yo'qotib qo'ydilar. Boshlari g'ungullab yurardi. Boshlari og'rirdi. Sehrlanganlar, mana shu Muavvizatayn surasini o'qimay yurganlar, ruqiya yoki masalan sehrning qaysidir holatlarning ta'sirida bo'lganlarning boshi og'riydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jabroil alayhissalom Muavvizatayn surasini olib keldilar. Tushur nozil bo'ldi. Va har bir o'qiganlarida Muavvizatayn surasida har bir oyatini o'qiganlarda tugunlar ochilib ketdi. Shuning uchun shariatda bu suralar ko'zmunchoq suralari deyiladi.